2 daqiqa vaqtingizni ayamasangiz, onalar haqida bir achchiq haqiqatni aytmoqchiman-da. Onangiz bo'lsa, sizni ona tuqqan bo'lsa, ko'ring, bo'lmasa o'tkazib yuboring. Kechagi qo'ygan videomni ko'rib, hayratdan yo'qoshladim-da, azizlarim. Kechagina onamning duosini olib kelgandim. Onamning duosi ijobat bo'lib, qo'ygan videom 40 soatdan ziyod vaqt aylanibdi-da. 100 dan ziyod layk yig'ilibdi. Buni Instagramni ochganim 2 oydan oshgan bo'lsa, 20 tadan ziyod video qo'ygan bo'lsam, hali bunaqa natijani ko'rmagandim-da. 6,5 mingdan ziyod prosmotr bo'lganda, 4 kun, 5 kun, hatto haftada 1000 tadan ham oshgan yo'q edi. 7-8 ta layk bosilayotgandi. Qoyil qoldim. O'zimni yo'qotib qo'ydim. Azizlarim. Bag'rimga bosgancha suratlaringiz, men sizni sog'indim, sizni onajon. Ohingiz chashmai kavsarni qonsin, hurlar haq nuridan ihromlar yopsin. Ruhingiz jannatda oromlar topsin. Sog'inib yashasak ham sizni onajon, o'ylamay tinch yoting bizni onajon. Gapirishga oson. Chunki onam qabristonda edi-da, azizlarim. Qabristonga borib duosini olib kelgandim. Onalarning duosi hatto u dunyodan turib ham bizlarga ta'sir qilar ekanda. Agar sizga ham zarracha ta'sir qilgan bo'lsa, do'stlaringizga ulashing, like bosing. Xohlasangiz, xohlamasangiz shart emas. Sog' salomat bo'ling.